Ayol kishi o'z turmush o'rtog'ini nomahram ayollar bilan yurishini bilsa, nima qilish kerak? Agar bundan qaytara olmayotgan bo'lsa. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Juda ham ajoyib savol. Ayol kishi o'zini erini, turmush o'rtog'ini nomahram ayollar bilan yurganini bilib qolsa, demak uning eri fosiqlik bilan shug'ullanib yurganligini bilib qolgan bo'ladi. Uning eri fisq bilan, fosiqlik bilan yurganligini bilib qolgan bo'ladi. Endi bu holatda ayol kishi nima qiladi? Ayol kishi oilani saqlashda erkakdan ko'ra ko'proq bu borada demak fidokorlik qilishligi lozim bo'ladi. Erni o'sha gunohdan tiyish uchun nima chora tadbir bo'lsa, o'shani yumshoqlik bilan amalga qo'yadi. Jumladan eriga nasihat qilib gapini oladigan katta kishilarga iltimos qiladi. Ular ham unga eriga nasihat qiladi. O'zi ham yumshoqroq qilib, oilani parchalanib ketishiga sabab bo'lmaydigan qilib eriga nasihat qiladi, gapiradi. Va erni o'sha gunohdan tiyilishi uchun nimaiki bo'lsa, hammasini qilib ko'radi. Chunki hadisda payg'ambar alayhisolatu vassalom sizlardan biringiz biror bir munkarni ko'rsa, iza ra'a ahadun minkumul munkara falyughayyirhu bi yadihi. Sizlardan biringiz bir munkar ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin, tuzatsin. Qo'li bilan tuzatish qo'lidan kelmasa-chi, tili bilan, ya'ni bu ayol kishi qo'lidan kelmaydi. Ko'chaga chiqib eri bilan urush janjal qilmaydi, balki eriga nasihat qiladi. Eriga Allohning azobini og'irligini tushuntiradi. Eriga Alloh subhanahu va taoloning g'azabini bunday qilgani uchun Allohning azobi bo'lishligini, do'zax azobi bo'lishligini, nomahram ayol bilan gaplashish, u bilan suhbatlashish nodirustligini tushuntiradi. Bu ikkinchi holat. Uchinchisi, demak, buni ham qabul qilmasa, endi qalbi bilan yomon ko'radi-da, eng kamida ayol kishi. Alloh azza va jallaga kechalari turib tahajjud namozlarida yalinib, yolvorib so'raydi. Shu erini tavfiqini, hidoyatini so'rab. Inshaalloh albatta mazlum bo'ladi o'sha paytda ayol kishi. Mazlumning duosi ijobat bo'lishligidan umidvorlik borligidan erini Alloh taolo hidoyat qilishi aniq u. Faqat ayol kishi bu borada ixlos bilan so'rab Alloh taolodan demak yalinib tazarru qilsa, eri mana shu balodan, ofatdan qutuladi. Vallohu a'lam bis-savob.